40 yoshli noma'lum darvozabon Ispaniyani yolg'iz to'xtatgan odam. Ba'zan tarixni faqatgina yulduzlar emas, hech kim bo'lgan insonlar ham yoza oladi. 40 yoshli noma'lum darvozabonning ko'z yoshlariga qarang. U bolalikdagi orzusini amalga oshirdi. U qo'lqoplari bilan o'z yo'lini topgan, bir orolning g'ururini himoya qilayotgan inson hisoblanadi. Aslida bu odam shunchaki katta bir yulduz emas edi. Oddiygina 2-divizion vakili bo'lgan klubdan terma jamoaga chaqiruv olgan darvozabon. Transfer marketdagi qiymati ham atiga 50 million yevro. Xullas oddiygina inson. Lekin jahon chempionatining eng go'zal odati ham shunda. Ba'zan u eshiklarni ochadi va notanish insonlarga tarix yozish imkonini beradi va u haqiqatan ham tarix yoza oldi. Ammo u Ispaniyaga qarshi bo'lib o'tgan uchrashuvda haqiqiy yulduzga aylanib ketdi va uchrashuv davomida 7 ta qaytarib bo'lmas seyflarni amalga oshirdi. Va qarabsizki, uning Instagram sahifasiga bir kun bo'lmasdan turib 8 million obunachi yig'ilib oldi. Shunday qilib bu darvozabon Cabo Verdega eng yirik turnirda ilk ochkosini olib berdi. Siz hali ham qo'rqyapsiz, do'stim. Cabo Verde Ispaniyaga mag'lub bo'lmadi. Osiyo jamoalarining jahon chempionati ilk o'yinida qanday o'yinlar o'tkazayotganligini ko'ryapsiz. Nega siz hali ham ishonmayapsiz? O'zbekiston ham Kolumbiyaga qarshi bahs olib boradi. Va sizdan shuni so'rab qolardimki, jon-jahdingiz bilan O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlang. Jahon chempionatiga oid eng zo'r kontentlardan qolib ketmaslik uchun hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying.